Assalomu alaykum, internet tarmog'idagi kuzatib boruvchilar. Yana bir dastlabki qo'y qo'ramiz. Shu 13-mart. Bugun o'zida ikkita qo'y qo'rani o'z egalariga dastlabki qilib berdik. Bunisi Namangan Norinkapaga. Ikkitalardan bir dona, uzunligi 180, og'lidan qo'y dumbasigacha, yerdan balandligi 1.40. Tagidagi taxtalarni ham o'sha orasini 2 sentdan qo'yamiz. Materiali konteyner material. Perегородkalar olinadi. Mana og'ilni holati, chuqurligi 30 sm bor. Qo'yi bo'yni 40 qo'ymaydi. Xudo xolasa o'sha 50 kilolik qo'ydan boshlab 150 kiloligacha bemalol boqaverasizlar. Tepasida qo'yni cho'miltiraverasizlar, taxtasi ishmaydi. Garantiya. Mashq holatda, misol 3 talikdan 5 talikgacha yasab beraveramiz. Tomli, tomsiz, rolik qo'yib berib ishlari mumkin. Padzagasi yasab beraveramiz. Manzil Namanganda. Vodiy bo'ylab dastavkamiz besplatniy. Toshkent voha bo'lsa, kelishilgan narxda chiqarib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.